Ya'ni musulmon odam kuykana bo'lmaydi. O'rtaz mashina olsa kuymang. Navrot havas qiling. Zo'r nomer qo'ysa havas qiling. Zo'r telefon olsa havas qiling. Qish kelibda zo'r kurtka olsa yonib kuymang. Havas qiling, oshna zo'r. Yaxshi kunlarga, ibodatlarga kiying oshna. Bundan zo'rlari nasib qilsin deng, o'zingiz ustida pipayka bo'lsang. Keyin payg'ambarimiz nima deganlar? Bitta odamning haqqiga duo qilsang deganlar. Shu so'raganingni ziyodasini Xudo senga bersin deb farishta duo qilib turadi deganlar. Endi o'ylang. Siz unga masalan deylik, Spark olgan bo'lsa $7,000 Sparkiga sizda o'zingizda yo'q. Lekin unga aytyapsiz, bundan zo'ri nasib qilsin deyapsizmi? Ha. Farishta tepangizda turib, senga nasib qilsin deydi. Unutmang, sizni duoingizdan ko'ra farishtaning duosi birinchi ijobat bo'ladi.